Uyda eng ko'p charchaydigan odam ko'pincha bilinmaydi. Ertalab hammadan oldin turadi, choy qo'yadi, ovqat qiladi, bolaga qaraydi, uy yig'adi. Kechqurun esa hamma dam olayotganda oshxonada idish yuvib turgan odam kelin bo'ladi. Lekin bir marta charchab o'tirsa, darrov ko'zga tashlanadi va albatta o'sha tanish gap. Biz kelin bo'lganimizda bunaqa emasdik. Qaynonaga ham oson emas aslida. Bir umr o'zi boshqargan uyiga boshqa ayol kirib kelishini qabul qilish qiyin. Bittasi ichida meni tushunishmayapti deb yig'laydi, bittasi esa o'g'lim avvalgidek emas deb o'ylanadi. Aslida esa ikkalasi ham yomon emas. Ikkalasi ham shu uy tinch bo'lishini xohlaydi. Lekin mayda gaplar, taqqoslashlar, ichga yutilgan ranjlar uyni sekin sovutadi. Chunki ba'zan uylarni katta janjallar emas, vaqtida aytilmagan mehr buzadi.